Assalomu alaykum. Ustachilikdagi yoki bo'lmasam har bitta mijozlarga xizmat ko'rsatadigan servislarning eng yoqimli narsasi ularni sodiq mijozlari bo'lishidir. Comfortuning jamoasini ham doimiy mijozlardan bittasi ushbu avtomobilni olib kelib, ushbu avtomobilga xizmatlarimizdan foydalanib ketyaptilar. Kia Sonet avtomobilimizga qilingan ishlarni narxlari bilan aytib o'tishlikka harakat qilamiz. Mabodo sizlarni ham Kia Sonet avtomobilinglar bo'lsa, ushbu videoni ko'rib, nech pulga nima qildirishinglarni bilib olsanglar bo'ladi. Albatta, ayrim xizmatlarni sodiq mijozlarimizning borligi biz uchun xursandchilik. Buning uchun Alloh taologa hamd etib qolamiz. Avtomobilimizni yondan harakatlanganda, ko'z tushganda avtomobil chiroyli ko'rinishligi uchun 4 ta diskalarini qop-qora yaltiroq berganmiz. Okamizni qora rangi qora diska yarashadi. Shuning uchun cho'tka qilib qop-qora qilib beringlar duvdilar. Buni qilib berganmiz. 4 ta diskasini yechib, chiroyli qilib kraska qilib, ustiga laklarni sepib, yaltiratib, tiniq zavodga o'xshatib qilib berganimizda 1.300.000 so'm pul ketgan. Sizlar ham shunaqa xizmatimizdan foydalansanglar bo'ladi. Barcha turdagi avtomobillarni diskalarini bo'yab berish xizmati mavjud. Undan keyin avtomobilimizni qoraligini bildirib turishlik uchun o'zbek xalqini, o'zbek millatini mentalitetiga, avtomobilni yaxshi ko'radigan insonlarning mentalitetiga juda ham yoqadigan, juda ham yaxshi ko'radigan narsalardan bittasi bu tonirovka xizmatidir. Avtomobilni oynalarini qoraytirmasa, salondagi maza ketib qoladi-da. O'shaning uchun salon salqin bo'lib turishligi uchun harakatlanganda konditsionerlarni past qilib qo'yib, maza qilib harakatlanishlik uchun orqada onaxonlar yoki bo'lmasam ayolinglar yoki bo'lmasam farzandinglar, qiz bola farzandinglar o'tirganda ham ko'rinmasligi uchun eng yaxshi sabablardan bittasi bu tonirovka xizmatidir. Ger aylana tonirovkamizni yaxshi sifatlisi bu avtomobilga 1.800.000 so'mga qilindi. O'zi oldi yon oynasigacha 600.000 dan boshlanadi. 600.000, 800.000, 900.000, 1.000.000, 1.100.000, 1.800.000 va 2.5 million so'mgacha tonirovka xizmatlarimiz mavjud. Ushbu avtomobilga qo'yilgan tonirovkamizni quyoshchi issiqligini to'sishlik xususiyati 90% gacha belgilangan. Bitta bu yoqqa o'tamiz. Avtomobilimizni old orqa faralarini qora qilib berganmiz. O'zi qizil rangi juda ham bilinib turadi. Misol uchun Mercedes bilinyapti. Bunda kunduz kuni qip-qizilligi bilinyapti. Lekin bunda unaqa bilinmaydi. Qora rangi совпадение bo'lgan, ya'ni bog'liqlik bor. Yana bu nima desa bo'ladi yana. Xullas, ko'rinish jihatidan chiroyli bo'lishligi uchun ham okamizni faralarini, stoplarini qora rangga plyonka bilan o'zgartirib berish xohlovdilar. Buni ham qilib berganmiz. Orqasini o'ziga 400.000 so'mga bitadi. Oldi farasiga bruni plyonka qilib berganmiz. Toshbosh teganda farani optikasi yomon bo'lib ketmasligi uchun, quyoshda sarg'ayib ketmasligi uchun, xullas, ko'p muddat yaxshi saqlanib turishligi uchun prozrachniy, rangsiz bo'lgan bruni plyonka himoya qoplamasini faraga yopishtirib berganmiz. Ikkita oldi farasini o'ziga 200.000 so'mga yopishtirib berishimiz mumkin bo'ladi. Salonidagi plastik detallar qirilib chizilib yomon bo'lib ketmasligi uchun laminatsiya xizmatlari qilingan. Optikaga nazar soladigan bo'lsangiz, 15 sm joyi yaltirab turibdi. Bu koreyskiy yaxshi mahsulot laminatsiya hisoblanadi. Ya'ni rangsiz qoplama hisoblanadi. Bu yoqdagi parok qismlariga oyoq ishqalanib tegib chiqadigan qismlarini ham laminatsiya qilib berganmiz. Ana endi plastik detallari ancha muddat yaxshi saqlanib turadi, qirilib chizilib ketmaydi. Ko'z tushganda bunday ko'ngil xira ham bo'lmaydi. Avtomobillarni kelajakda qisqa muddatda almashtirgan paytinglar ham oluvchilar ham bunday qarab, ha, yaxshi saqlangan ekan deb narxini ham yaxshi ushlab turishlikka sabab bo'ladi. Laminatsiya xizmatimiz Kia Sonet avtomobillarini detalini yechib, hamma zaruriy detallarni laminatsiya qilinadigan bo'lsa, 1 million so'm belgilangan yaxshi koreyskiy mahsulotdan qilib beramiz. Menimcha narx-navolar to'g'risida aniq-tiniq ma'lumot oldinglar. Cho'nchagiga zarar bo'lmasligi uchun, harakatlanganda radaristonda qiynalmasligi uchun mana bunaqa antiradar ham qo'yib berganmiz. Bu antiradarimiz inspektor brend ostida ishlab chiqarilgan Star Air modeli, $195 turadi. 2 yil kafolatga ega, deyarli barcha turdagi radarlarni bemalol ushlaydi. Nexia 3 deysizlarmi, boshqacha tepadagi stalbalarda turgan radarlarni, xullas radarlarni
turi ko'p. Bu qiynalaman ularni har bittasini nomma-nom etishga, mabodoga radar qo'yib berishimiz mumkin. Undan keyin bu avtomobilni kolonkalarni chiqarishi u darajada yoqmagan edi akamizga. 4 ta kolonka, bitta monitor uchun protsessor orqali kolonkalar ishlashini ta'minlab berganmiz. Общий hisobda 13 million so'm atrofida chiqim qilingan, audio sistemaga $350 atrofida ketgan. Bunisi qo'yib berishi bilan $200 atrofida bitgan radari. Undan keyin laminatsiya xizmatini narxini aytdik, tonirovkani narxini aytdik va diskalarni qoraytirishni narxini aytdik. Aytmaganmiz 1,3 million so'mga 4 ta diskasi yechib qoraytirib taqib beriladi. Mashinani ko'rinishi ham ana endi chiroyli bo'ldi va ayrim detallari himoya qoplamalari bilan qisman qoplandi. E'tibor uchun rahmat. Mijozimizga tashakkur bildiramiz. Narx-navolar aniq-tiniq etildi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Komfortuning jamoasi sizlarning xizmatingizda 97 kodi bilan 734 03 03 aloqadamiz.